Endi ushbu korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashlar tarkibi to'liq yangilanadi. Ularga viloyat xalq deputatlari kengashi raislari bosh bo'ladi. Hududiy kengashlar korrupsiyaviy omillarni aniqlaydi, qidiradi, ildizini topadi. Har chorakda kamida bitta sohada korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish, qonun ustuvorligi, jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha Milliy kengashga taklif kiritadi. Bu borada prezident administratsiyasi qattiq nazorat o'rnatishga majbur bo'ladi. Har bir vazir va hokim bu yil barcha xizmatlar bo'yicha davlat idoralari va aholi o'rtasida munosabatlarni tuman kesimida baholaydigan yangi tizim qiladi. Ko'rsatilgan servis sifatiga aholini o'zi baho beradi. Eng yomon deb topilgan idora rahbarlari bo'yicha xulosa qilinadi. Bosh vazir Aripov bir oyda har bir vazirlik uchun oyma-oy rejani tasdiqlab, ijrosini qat'iy nazoratga oladigan tizim joriy qilamiz. Shuningdek, odamlarimiz suv, gaz, elektrga ulanish, subsidiya, pensiya va moddiy yordam olish kabi masalalarda idora yurmasdan onlayn javob oladigan bo'lishi kerak. Tashqulov Shermatov bir oyda sun'iy intellekt asosida aholining savollariga qo'l telefon orqali sodda javob beradigan onlayn platformani ishga tushirsin. Shu bilan birga sohalarni nazorat qilib, tartibga solishga mas'ul bo'lgan 14 ta inspeksiya bor. Ular juda katta vakolat va kuchga ega, lekin ular davlatga nima naf keltiryapti degan savolga javob yo'q. Bosh vazir Aripov tizimdagi korrupsiyani bilib bilmaslikka olib yurgan inspeksiya rahbarlari ishiga baho berib, 2 haftada korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish bo'yicha har biriga aniq vazifa qo'yib bersin. Har oyda bittadan inspeksiya faoliyatini tanqidiy ko'rib chiqsin va ulardan qattiq so'rov qilib boradigan yangi tizim joriy qilsin.